Ma'lumki, joriy hafta davomida joylarda yilning eng yaxshi tarbiyachisi 2025 kasbiy ko'rik-tanlovining tuman bosqichi qizg'in olib borildi. Birinchi shart bo'yicha 32 nafar ishtirokchining 22 nafari dastlabki muvaffaqiyatni qo'lga kiritdi. Ammo 40 ta test savolining 20 tasiga to'g'ri javob bera olmagan 10 nafar ishtirokchi tanlovni erta tark etishga majbur bo'ldi. Xodimning ijodiy mehnat faoliyati tasvirlangan videoroliklarning 15 tasi o'z sohibasiga yetarli ball to'plash imkonini bermadi. Shunday qilib, 3-seminar o'tkazish va ochiq mashg'ulotlar asosida ishlanmalar tayyorlash shartida 7 nafar ishtirokchi g'oliblik uchun kurash olib bordi. Xullas, tanlovning Uchqo'rg'onda o'tkazilgan ushbu bosqich bo'yicha 31-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori o'rinbosari Xurshida O'sarboyeva eng yaxshi direktor o'rinbosari, 1-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi Dilorom Bulakboyeva eng yaxshi eko-targ'ibotchi tarbiyachisi, 12-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi Dilrabo Mamatova yilning eng yaxshi fidokor tarbiyachisi, 35-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi Nodira Nuriddinova esa eng yaxshi ijodkor ixtirochi tarbiyachi nominatsiyalari g'olibligini, shu bilan birga ushbu tanlovning viloyat bosqichida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi.